Mana eski do'stsiz, Van Cleef, Dorika yangi-ku hali bularni modeli. Yo'q, yigitim bundan zo'rlarini olib berdi deb buni sotib yuborib qoling deb aytdim. O'shani sotib olasizmi? Ha. Mana brilliant uzuvlaringizga ham ko'zim tushdi. Bularni ham yigitingiz olib bergan? Ha, yigitim olib bergan. Sotmaysizmi ularni? Yo'q, bularga pulingiz yetdi. Va xotiram men film yetadi. Xo'p, qarang, 799 ekan. Uzuvlarni sotmaysizmi buni? Buni ham sotaman. O'z xoshini aytmoqchi edim. Bering. Qo'yib buni ham qo'shib oldim. Bular ham 580 ming. Mana bu Messika mana. Yangi modeldagi narsalarni eski deyapsizmi? To'xtang, men ham bor. 1297. Hozir brilliantlarni ham sotaman deb qolsangiz. Yo'q, brilliantlarni sotmayman. Sipochkami bu? Xo'p, midasi ekanda buningiz. Xo'p, bu sal boshqacharoq narxi bo'ladi. Qimmatroqdan qilib beraman buningizni midasi. Xo'p, addenlar hisoblaymiz. 1297. Xo'p, bularni ham hammasini izdelik hisobida olib qolaman, faqat Messikangizda tosh bor ekan, toshini minus qilaman. Bo'ldi. Brilliant emas-ku bu. Xo'p, qarang, minus 0.3 qilamiz. 1267. Xo'p, bularni 1 grammini 1 milliondan qilib beraman men sizga. Xo'p, 12 million 670 ming botdi. 12 million 700 qilib beraman. Xo'p, midasingiz bo'lsa 1 grammini og'ir ekan, midasingiz ancha. 1663 1 million 50 mingdan qilib beraman. 12 million 700 bo'ladi. Bu 17 million 461 ming botdi. 17 million 500 qilib beraman. Plus 12 million 700. Общий summa 30 million 200 botdi. Xohlasangiz ana o'zingizni ham hisoblab beraman, sotaman. 30 million 200 bot tanasi bo'ladi. Mana pulga olgan ekanlar-ya. Ha, yana olib beryaptilar do'stlar. 17 ni ham 200 olib bergan. Yo'q, o'zingiz olgansiz. Oq ekan. Almashtiraylik. Menda oranjiy yoqmayapti. Oqini tuting yo'q. Yo'q, almashmaysizmi? yoqmaydi men. Mayli, 18 chiqsa yangisini olamiz. 30 million 200 dedimi? 20 million sovg'a bo'lgan ekan. 30 million bersam bo'lmaydimi? 200 ming. Qo'shganingiz yaxshi-yu. Xo'p, yana 10 million 200 berishim kerak. Mana bu yerda 10 million 200 kelishilganda 30 million 200. Bo'ldi, yana yigitim sovg'a qilsalar eskilarni olib kelib sotib ketaman. Bo'ldi, shu yerdan bemalol kelavering. Birlantiringizni ham ziyod kelavering, qimmat narxda olib qolamiz. Sog' bo'ling, charchamang. Agar sizlarga ham shunaqa tilinglar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.